Men hozir sizlarga o'yinlarni qanday qilib yashirish va yashirinchoqlarni qulflashni o'rgataman. Birinchi bo'lib ekranga o'rtasiga ikkita qo'llarni birmashoqlarni qo'yasizlar va birovni tepaga birov pastga bir vaqtda qilasizlar. Mana shuni ekran. Faqat sizlarda kod bo'lmaydi. Mana shuni ekran chip kelasizlarda birdan. Mana shu ekran. Keyin mana ilova yo'q bo'ladi bu yerda. Ilova yo'q bo'ladi. Mana shu turadi. Plus qo'shishni ustiga bosib, shu yerdan xohlagan bironta ilovalarni yoqib qo'ysalar, shu yerda paydo bo'lib qoladi. Keyin kod qo'yish mana shu tepasida uchburchak belgi turibdi. Yashirin ilovalarning yonboshida. Mana shu ustiga bosasizlar va ilova qulfi turadi. Sizlarda o'chib bo'ladi, sizlar yoqib qo'yasizlar va shu yerda xohlagan kodlarini qo'yasizlar. Bo'ldi. Videomiz shu yerda to'xtaydi. Bu funksiya faqat Redmi'larda ishlaydi. Boshqa telefonlarda ishlamaydi. Hammaga xayr.